Ko'p onajonlar bolasini ko'krakdan ajratayotganda quyidagi usullarni qo'llaydi. Ya'ni ko'krakdan ajratayotganda ko'krakka garmdori surib qo'yish, zilyonka surish yoki qandaydir junlarni qo'yadi. Bu holatlar hammasi noto'g'ri holatlar. Siz ushbu tavsiyalarimga amal qiling. Birinchisi, asta-sekinlik bilan emizish paytlarini kamaytiring. Ya'ni kunida 5 marta emizsangiz, sekin-asta 4 marta, 3 martaga, ya'ni har mahal 1 martaga emizish vaqtlarini kamaytiring. Kundalik tartibingizni o'zgartiring. Ya'ni qandaydir faoliyatlar bilan bolani emizish vaqtlaringizda uni diqqatini boshqa narsalarga jalb qilishga harakat qiling. Keyingi usulim esa taklif qilmaslik va rad qilmaslik deb ataladi. Ya'ni bolangiz o'zi emishni xohlamasa, siz emizishga harakat qilmang. Bolani asta-sekinlikda uni ehtiyojlarini o'zi bilmagan holda kamaytiring va bolani hech qanday psixologik travmalarsiz ayirishga harakat qiling. Yodingizda tuting, bolangizni ko'krakdan ajratishni erta boshlaganingiz ma'qul, chunki bolada sekin-asta so'rish refleksi kuchayib, bola sizning ko'kragingizga o'zi bilmagan holda juda ham o'rganib qoladi. Bolangizni kam emizgan paytingizda ko'kragingizda sutning to'lib ketganligi va og'riq hislarini his qilasiz. Bunday paytlarda sovuq kompresslardan foydalaning va sog'ib tashlash usullarini qo'llang. Bu jarayonlarni asta-sekin bajarib, bolangizni oxirgi jarayonda kuniga 2 mahal emizishga qoldiring va 2 mahal uzoq vaqt 1 yoshdan o'tgandan keyin emizganingizdan so'ng bo'lsa, keyinchalik faqat kechqurunga 1 mahal emizishni o'zi yetadi. Eskicha usullardan voz keching va meni to'g'ri tavsiyalarimga amal qiling.